Bitta retsept bilan 3 xil shirinlik tayyorlashga nima deysizlar? 4 ta tuxumni oqini sarig'idan ajratib olamiz. 7 stakan unga 550 gram margarinni urib oqib olamiz. 1 pachka razrixitzel, tuxumni sarig'i va 400 gram qaymoqni qo'shib, yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirlarimizni yaxshilab tindirgach, uni 3 bo'lakka bo'lib olamiz. Yong'oqlarimizni cho'pirdan chiqazib, ustiga shakar, tuxumni oqini solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin bo'lsa, xamirimizni yupqa qilib yoyib, listga ustidan yong'oqlarimizni solib olamiz. Ikkinchi bo'lagini ham yoyib, xamirimizni ustidan yopamiz va chiroyli qilib rombik shaklini berib kesib chiqamiz. Tuxumni sarig'ini surib, yong'oqlarni terib, 180-200 gradusda 30-35 daqiqa pishirib olamiz. Mana og'izda erib ketadigan yumshoqqina pahlavamiz tayyor. Endi xamirimizni 3-bo'lagidan mana shunaqa rogaliki bilan pechenyelarni pishirib oldim. Og'izda erib ketadigan pechenye bilan rogalikilar hammaga birday yoqishi aniq qizlar. Ro'za kunida